Qadixon, nega manda? Afkan, bu mundaq gap qara. Menga shu bibörkingni birib tursang bo'ladi ekan. Amat, men keldim, ko'zingni och. O hilegar qeyrolbasdi. Sen zamini o'chkining siyoqqa kirib, qo'rqitib yorga ikkinchi oyoq bosmas qilutay debsan-da? Ko'tala qasqiningni. Sening mushturqingdan anani baqdig'ing chiqib turam-da. Ota-onaning jilikini cho'raydigan go'ysam. U qadi. Voy, bu yerda sat turdi. Boshqa bir joyda, ha? O'z vaqtida ajab sat turmaydi. Endi sat turdigan bo'lib qoldimi? O'xshamaydi, yura, boshqa joyga ketaylik. Çok qımısla Ahmet'ka. Bu bir itizden yolupla elip birdiğen çamgır piyaz bombasa. Börek degenimi birip durgul bulamda hem de. Ay, Fkan. Şu, bana bek lazım bo'lib qapti. Alvasti mahallisidagi ajoyib kecha. Olimjon Nur. Birinchi qism. Bu mahallaning shundoq bir g'alit ismi bor. Hozirgacha shu ismi Alvasti mahallasi deb atilib kelmoqda. Mahallaning nomi alohida bo'lg'achqa Iroq yaqinida danqi bor. Alvasti mahallasi desa bilmaydiganlar yo'q. Ba'zilar mushundaq ismi bor ekan deb hayron qilsa, ba'zilar qandoq mahallado deb qiziqib qilishadi. Mahalladagi cho'nglarmi etiziriqning ishlaridan bika bo'lganda pat-pat qaysi bir zamonlarda uchrab qolgan Alvasti haqida parang selishib ketadi. Güzel bir qiz siyoqida ko'rganlarini aytishib, tillarini chaqildatishib qo'yishibmi ketadiganlari oz emas. Lekin birasiga rostli uchrab qoldimi yo bu ularning xiyoliy tuyg'ularimi hech kim bilib bo'lmaydi. Qish kirgandan buyon mahallada bir necha uyga yor tegib qoldi. Mahalla chat ham atrofini yo o'rab turg'achqa yot kishilar osonli mahalladan chiqib ketalaydi. Shuning bilan ko'pchilik o'ylashib, har kuni ikki oila mahalla do'qmishidagi yoning chiqish ig'izida navbatchilikda turadigan bo'lishdi. Kech vaqtlari mahalla do'qmishi qizib ketadi. Navbatchilik turayotganlar boshqalarni uylariga haydab turishsimi, tun yarim bo'lguncha do'qmish qo'yilgan karvat atrofidan odam uzilmaydi. Qiziqarli paranglar chiqib turadi. Bugun navbat oyoq ko'chadagi Avutkan bilan Qodijonga kelgan edi. Avutkan 60larning qarasini olgan, sochlari allaburun oqirib ketgan bo'lib, pishonasidagi tilim qo'riqlar u biz o'tgan yo'llarning uzun ekanligiga isbot bo'lib qolgan. O'zi ishni qo'ldan ba'simi, gapni qo'ldan bermaydigan parangxumar gapdan kishi edi. Kishilar Avutka deb qo'ygan bilan orqasidan Avutkaski deb atishadi. Qodirjon bo'lsa, endi 20larning qarasini olgan jimg'ur, ko'p gap qilmaydigan o'ychan bola edi. Qodirjon kichkidala atrofidagi yo'nliqlarga qiziqadi. Cho'ng ana, cho'ng dadalari kichkidan tortib nurg'unlagan cho'chak rivoyatlarni aytib berib cho'ng qilgan edi. Puchar gilam, urtoqmaqdek qiziqarli hikoyatlarga boy cho'ng bo'lgan edi. Xiyolida shu qadimiy davrlarga qaytib, puchar gilamga o'ltirib, keng jahonni kezatdi. Shundoq bo'lg'achqa Qodijon boshqalarga toza jiring ta'sir bermaydi. Bir ishlarga ancha parvo qilib ketmaydi. Boshqalarning haroq-sharob, o'yin tomosha, qizbal to'g'riliq qilgan parang'imi ancha orlishib ketmay, ha desa beshini tiqib olib, telefon bilan hablashib turadi. Bugungi so'rinni yana shu Avutkaska qizitmoqda edi.
Avutka, tutama bir atal çekket sözlüğüne, biri posoqqida avutkamı tamak tanıldı. Köte, tamak almazken. Bana yanıla, muşu üzümnün muhurkisi bekrak dediydi. Avut barang, şundaq degeç, yancuqudun muhurkisini ilip yoygap, birini küçep tatip etkenden keyin gilini qırıp koyup, ipinin ahirini davamlaştırdı. Qadirjon kichkidan tatib bu mahalla to'g'risida hikoyatlarni bovisidan ham boshqa cho'nglardan anglab cho'ng bo'lgan edi. Bu mahallami boshqa mahallalarga o'xshash go'zal va timtoz. Kishilarimi tinim topmay ishlab turadigan jafokash kishilardan edi. Alvasti mahallasi deb atilib qilishiga kelsak, necha yuz yillar ilgari mahallaning yuqorisidagi Avot O'stinga nihoyat ulug' salkabdi. O chaqlarda Avot O'stingi hozirgidek bundoq kichik emas ekan. Cho'nglarning so'zlab berishicha, Avot O'stin nihoyat cho'ng bir daryo ekanmish. Yurt xalqi Avot O'stinga chiqib qarag'udek bo'lsa, daryoda uy, yog'och, bo'ra, hatto bo'shikdagi balla yiqib kelayotgudek. Bu yurt tarafdan ilingan qoshni suyalab yiqitib yarayilib ketibdi. Yurtlarimiz tön tarafta bo'lg'ach, kishilar qacha-qach bo'lib, har tarafga qechishib, jinni saqlashning ko'yiga tushibdi. Yurt jo'nlari maslahat qilishib, kalkunni to'sishga bel bog'labdi. Yurt xalqi 10 necha kun jon tikib, yarayilib ketgan joyni to'sishga tirishgan bo'lsa-mu, lekin suv ayvashga kelmabdi. Uy, turmush buyumlarini kalkun yiqitib ketaveribdi. Nechilagan yigitlar haplashibmi kalkunni to'sanmabdi. Shundoq qilib 13-kuni bo'lganda Zo'rxon ismli bir ayol qo'liga ketmanni olgancha suvga sakrab tushibdi. Bir necha kun shu tariqada o'tibdi, lekin yana suv to'silmabdi. Bir vaqtda Zo'rxon suv yiqitib ketibdi. Boshqalar vaqirishibdi, cho'qirishibdi. Zo'rxonni qutqizishga harakat qilishibdi. Ammo kuchli kalkun Zo'rxonni yutib ketibdi. Qanday hislatgan tong Zo'rxonni yiqitib ketgandan keyinla kalkun lassida paslabdi. Kalkun paslagandan keyin kishilar Zo'rxonning o'likini izlab tepib, kalkun yiqitib ketgan yarbishiga dafn qilibdi. Shuning bilan kalkun ilib qechishidan shakllangan yor Zo'rxon yor deb atilib qopti. Uzunligi bir necha kilometrga so'zilgan yor haqiqatan sirliq edi. Yodonliq qoq o'ttirisida 250 yildan oshgan necha odamning quchqi aron yetgidek yo'g'on bir sidiba edi. Sidining shoxlari yoning hamma yerlariga yeyilgan bo'lib, shoxning orlarida qog'a, sig'izxon deganda qushlarning uvusi bor edi. Ularning chiqirindilari qadamda bir uchrab turardi. Yillarning o'tishi bilan shamolda sungan shoxlar, porlashgan daraxtlar yoning bag'riga sing'ib ketgan edi. Kunduzlari balla yoning kamallariga mukishib, mukishmak o'ynashatdi. Egiz pas top do'nlariga chiqishib, chalma etish, tag'mining yarsining degandek o'yinlarni o'ynashatdi. Qodirjonning balliq davrimi mush yarliqda o'ynab cho'ng bo'lgan. U har xil o'yinlarni o'ynagandan tashqari mundaq bir qiziqarliq ishmi bo'lgan edi. To'liqsizning 2-yilligiga deyman. Biologiya darsida hayvonlarning ichki a'zolari tunishtirilgan dars qiziqib qolgan edi. Muallim hayvonlarning ichki a'zolari insonlarnikiga o'xshaydi degan edi. Dars modulda o'tilgachga Qodirjon haqiqiy hayvonning ichki a'zolarini ko'rib boqqisi keldi. Shuning bilan do'stlarini agashtirib, necha kun jafo chekib, bir to'shqonni qo'g'lab tutib, uning ichki a'zolarini bir-birlab qo'liga ilib ko'rgan edi. Lekin kun qayrilib, tog' tarafga o'tishi bilan balla o'yinlarini yig'ishtirib, uylariga qaytishdi.
Chunki yarning kechisi alomat sirliq bo'ladi. Qayoqdandir paydo bo'lib qolgan ishlar taraf-tarafdan qovushib ketadi. Kursukka tushgan ishlar, mavg'u tushgan mushuklardan tortib, qalaymqan chiyqirishib, ya'ni beshig'i kiyishadi. Daraxtlarning uchiga qo'nib olgan qush, yana allaqandaqdir bir qushning ansiz chiyqirishi anglanib turadi. Quyuq o'sgan qapoq terak, jigda, so'gat, qaryog'ochlarning orasidan paloq-puluq qilib qushlarning uchishgan ovozlari anglanib qoladi. Ularga chigilishib ketgan chingilaklar u yer bu yerda o'sgan ozg'onlar yoning sirliqligiga texmi bir hassi sur vahim qo'shadi. Cho'nglarning deyishicha, kechalari olvosda bu yerga yig'ilib, yilqi cho'ngsida tuyida tunab chiqamiz. Shunga kechsi yodin mingishqa bo'lmaydi ekan. Kechalari olvosda uchrab qolgan kishi sarang bo'lib qolamiz. Shunga bu gaplarni anglab cho'ng bo'lganlar kechalari yog' kirishga jur'at qilolmaydi. Yo bilan mahallaga chiqish yo'li yaqin bo'lsa-mu, atoydan cho'ng yo'l bilan uzun aylanib mahallaga kiradi. Anlasanda Vusundek 18 apqur ichib, g'ayrat bilan Jingyang davundan oshgan novchilarmi chiqib qoladi. Bu sirliq yordamlik sabablikmi mahallaning nomi ana shundoq Alvosda mahallasi deb atilib qolgan edi. Shunga bu mahallaning kishilarimi sirikmaydi. Zo'rxon yer to'g'risida uchrab qolgan jilla to'g'risida parang uzilib qolmaydi. Bu yerda odam o'z yolg'iz minib qolsa, sal sir bosadi, ha? Voy mang to'xshurak. Qo'rqinjaq bir nima ekansa-ey. Men degan mavi necha kirmay ya'ni kamerda uxlagan. Hech bo'lmadi-g'a. Texi, muhabbatlarimizni shu yerda aprib tunab chiqdik. Vay qayla, to'atmag'ana. Kechida faqat hesab solaman deb suog'ilimi chiqolmaydigan odam yerda uxladim deysa. Voy sen emas qayla, sigil chiqsa xotinni bileylib chiqadigan. Shenmisang hozir kirib chiqamdik ya. Voy, yili qo'rqdim deysa qichon. Avval xotiningdan bir so'rab chiqasan. Vay dexe, ayollar vaqti to'shmadimi? Uyga vaqt qolsam, xotinini dashnamişti saati hajima. Ular shundoq talash tortish qildi. Rost degandek, bu ya intayin sirliq ham qo'rqinchli edi. Qaysi vaqtda taqab ketdikin, bayatın bir qizg'an karvat atrofi endi jinib, Avutkam bilan Qodirjon ikkaylan yolg'iz qolgan edi. Avutkam ochiq muhurkisini tatgan piti tildirlab ko'yayotgan o'tiq qarab, cho'nqur xiyollarga cho'kib ketgan edi. U nimalarni xiyol qilyotdi-ekan, ko'zlari o'tiq tikilib qolgan edi. Qodirjon bo'lsa, to'rdan vahimlik hikoyalarni izlab o'qiydi. Maxsus qo'rqinchli ovozli asarlarni anglaydi. O'zini qaysidir bir bosh personajlarga o'xshatib ketadi. Payansiz qumliqqa yolg'iz kirib, nurg'ulg'an jin arvohlar bilan ilishib, ular ilib qochgan go'zal malikini qutqizib chiqqan palvonlardek o'ylaydi. O'qigan hikoyalardagi jin arvohlarning simasi ko'z oldiga keladi. Ba'zida texi shularni amaliyotda bir haqiqatan bo'lsa-mu ko'rib baqsam, deganlarni o'ylab ulguradi. Ish qilib, atrofidagilar bilan parvoyi palak, qalb dunyosida o'zi libodek nurg'ulg'an xiyollarga cho'kib ketadi. Ikkaylan timtos kechida shu oyig'i chiqmas xiyollarga banit bo'lib, qanchalik vaqt o'tdi-ekan, bir vaqtda yindila shipir-shipir qilgan ovoz anglandi. Ikkaylanning kallasi sagaklashib, quloqlari sezgurlashib ketgan edi. Qodijonning kallasidan birinchi bo'lib Alvosdi degan xiyol kechdi. Kelgan bir kishi bo'lib, uy mush yerga yaqin, ismi Turabjon bo'lib, Qodirjon yaqinlashganda ondan tonyaladi.
Oy, turapkanma. Jindekli kilip, acab adamni qo'rqatdinglar. Öyde xotun yo'q degine avutka. Şuna yazsam uyqum kelmedi. Özün bir paran xumar adamsan. Şuna sen bilen birdem ülpetli şey dep çıktım go. Öyde Tusun xaçamdan qo'rqib ancha içemigen bo'g'itdim. Seni bugün bir bag'ri qanuqidek içivasin dep, man naslini ichiqtimga ki, bo'lapdim o ya. Ohoy, balan qıpsacım afka. O Dursulxan açam, külliki, sakallarga ak kirdi, bir putları görgü sangıldı. Nevirlik bulup qalla dep, tolu kotuldap, bu narsiga yaqin keltirmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, ancha-muncha iste'mol qilib turdik. Lekin chilashqadek ichib boqmag'ili xeyli uzun bo'lgan. Ko'nglimni tushunib qopsan-da afkam-a? Turapcan botulkining og'zini ichib, bir piyolaga liqqida aroq quyib, avval o'zi ichiverdi. Yana bir piyolaga quyib, Avut akamga tangildi. Avutka, sening beshingdan xil jiqish o'tgan odam. Xil shako'ding. Seni ko'nglim tatib chiqdim-ku. Tutama bir rumkini. Alaychi? Rahmat, fukam. Meni ko'nglimda odam etib chiqibsan. Odam etganga tozimat debdikan. Ko'nglingni yondirmay, ko'tirvatdim-a? Sinsinma. Oq yagi suv singandek singib ketsin aka, xo'sha. Maqamsa, xo'sha fukam.